Assalamu alaykum muhtaram televizorchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 12 sentabr, ya'ni o'tgan dushanba kuni har qaysi ellarda yashayotgan Uyg'ur jamoati 2016-yilda Qurbon hayitini kutib oldi. Amerika, Kanada, Germaniya, Turkiya, Shvetsiya, Gollandiya, Norvegiya, Avstraliya, Yaponiya qatorliq ellardagi Uyg'ur jamoati o'zlari turishliq ellarda bir yerga jam bo'lib, Qurbon hayit namozini birga o'qidi. Namazdan keyin jamoat Uyg'ur xalqining hurriyati, milliy mavjudligi va Uyg'ur vatanining istiqboli uchun kollektiv duo qildi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qadri xonim Qurbon hayit munosabati bilan radiomiz orqali butun dunyodagi Uyg'urlarga hayitlik salom yo'lladi. Uyghur Abdunum rayonluq doiralar bu yillik Qurbon hayitining Xitoylarning tavuz chog'ini bilan bir vaqtga to'g'ri kelganligi uchun hukumat ma'murlari bilan maktablarni 7 kunlik dam olishga qo'yib berilganligini e'lon qilgan. Xitoy hukumat taratqularida ishki bayram mezgilida Uyghur Abdunum rayonida qattiq bexatarlik tadbirlari e'linganligi haqida xabar berilgan. Doiralar yana Qurbon hayit namozining 30 minut ichida o'qilib bo'lishi haqida masjidlarga uqtirish tarqatgan. Uyg'ur diyaridan radiomiz ziyoratini qabul qilgan kishilarning bildirishiga qaraganda, doiralar ommaviy so'rinlarda bexatarlik tadbirlarini kuchaytirgandan boshqa yana ma'murlarning idora jamiyatlarda navbatchilik qilganligini uqtirgan. Börtala şəhərlik saqçı idarəsinin 82 yaşlı Rabixan anının pasportunu tatib olganligi haqidagi xabar oshkorlangandan keyin kuchlik inkas paydo qildi. Chet eldagi bolasini ko'rish uchun o'tqa kirsam mayli degan niyatga kelgan Rabixan ana tortilingan pasportini qaytarib olish uchun bir qancha oydan buyon saqçı idorasiga kunda berishini davomlashtirgan. Muxbirimiz bu haqda Börtala şəhərlik saqçı idarəsiga ko'p qatim telefon qilib surishtirgan bo'lsa-mu, ammo ular bu haqda dastlabda eg'iz etishdan o'zini qochirgan, ammo keyin buni e'tirof qilgan edi. Bu yil 31 avgust Xitoyning Henan o'lkasi Nanyang shahərlik saqçı idarəsi 4 nafar Uyg'urga tutish buyrug'i chiqargan edi. Uningda Avat Bashiriqliq Ayjamal Rozi, Abdunur Nurulla, Ayshem Akram qatorliq 3 Uyg'ur va salohiyati noma'lum yana bir kishining Sharq Turkiston islom harakatining a'zosi ekanligi, ularning yaqinda chegirdan qonunsiz kirganligi, Xanjuda o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini mezgilda terrorlik hujumi elib berishi mumkinligi ogohlantirilgan. Radiomizning bu vaqtdagi aniqlashlari davomida Ayjamal Rozi bilan Abdunur Nurullaning ayol ekanligi, Avat Bashiriq yezliq planliq tug'ut kadrlarining homildor Ayjamal Rozining 4-bolasini majburiy tushirayotganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy turmusida yetayotgan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtay Yevropa parlamenti tarafidan Sakharov mukofotiga rasmiy nomzod qilib tanlandi. Yevropa parlamentining 15 sentabr kuni e'lon qilgan bu vaqtdagi xabarida Ilhom To'xtayning turkiyalik jurnalist Can Dündar, Qrim tatarlarining siyosiy rahbari Mustafa Jamil o'g'li qatorliqlar bilan birga bu yillik Sakharov mukofotiga rasmiy nomzodlikqa tanlanganligi bildirilgan. Sakharov mukofoti Yevropa parlamentining eng oliy kishilik huquq mukofoti bo'lib, Ilhom To'xtayning rasmiy nomzodlikqa tanlanishi alohida diqqat qo'zg'amoqda. O'tgan asrning 50-yillardan buyon G'arb dunyosida bo'libmi Turkiya va Yevropa ellarida o'ltiraqlashishga boshlagan Uyg'urlar bugungi kunda muayyan darajada ko'lamlashgan jamoatga aylanmoqda. Bugungi kunda muhojiratdagi Uyg'urlarning nikoh va to'ylashish munosabatlari hamda o'lim va oxiratlik murosimlaridagi o'zgarishlar Uyg'ur madaniyatiga qiziquvchi jamiyatshunoslarning diqqatini qo'zg'adi. Turkiya va Yevropa ellaridan radiomiz ziyoratini qabul qilgan diniy sohadagi sarxillar muhojiratdagi Uyg'ur jamoatining bugungi real ijtimoiy masalalar haqida fikrlar bayon qildi. Muhtaram televizorchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.